Bunaqa semiz, katta, chiroyli qilish uchun bir kunda bizani qo'ylar nimalar yeydi? Ketdik ko'rib chiqamiz. Xo'p, sabzi yeyishadi. Vitaminga boy. Qo'ylarga yaxshi fes beradigan, yaxshi foyda beradigan sabzi beramiz. To'ldirib. Hop, somonni shunaqa 12 soat yutib qo'yilyapti. Ertalabkisiga kechqurun berilyapti. Kechqurun yutilganiga ertalabkiga berilyapti. Shunaqa yuvilgandan keyin somonni hamma achu, maza hammasi chiqib ketadi. Tayyor somon bo'lib qoladi. Buni bitta issiq suvga chayib olib, ustidan keyin aralashtirib beramiz. Shunaqa maza qilyapti. Mana shuncha ko'kat, sabzavot, yana eng foydalilardan bittasi sabzi. Odam yegiz keladi-yu. Hop, shuncha sabzavot bergandan keyin bularga albatta shortdan qilib tuz beramiz. Kepe. O'zi bu ratsionni ko'rsatmoqchi emas edim sizlarga. Mayli endi bir to'la ola-olada ko'rsatib ketamiz. To'liq videosini hali bu menga qanchalik foyda bergandan keyin sizlarga uchinchi menyuni, ya'ni shu ratsionni ko'rsatib ketaman. Hop, mana xo'randalar tayyor, ovqatimiz ham tayyor. Hammasidan asarchi qilib solib, shuni holatga keltiramiz. Bug'doy, makka jo'xori, arpa. Qani ketdi, bismillah. Don yem, to'g'risi ayamayman. O'zi normasida beriladi. Mazza qilib yeyishadi. Xuddi shunday ko'rinishda bedan mayda qilib chiqarib qoplab qo'yamiz. Shu an uvol qo'yilmaydi. Bo'lmasam bilasizlar, shuni olib butun tashlaylik. Uvol qilib to'kib tashlaydi hammasini. Mana shunaqa javikadan chiqarilgan somon yeyishadi. Sizlar chorvalarga, qo'ylarga nimalar berasizlar? Kommentariy yozib keting.